Hammaga assalomu alaykum do'stlarim. Siz Elektrika kanalidasiz. Xo'p, biz bugun mana shu 36 modulli shitimizni birgalikda sizlar bilan noldan terishni ko'rib chiqamiz. Demak, boshlaymiz do'stlarim. Biz bu yerda hozir kabellarni tarash ishlari oddiygina karton bo'lagi bilan tarab olamiz. Bu bizga nima uchun kerak? Kabellarni tekislagandan keyin shit terishga ancha udobniy bo'ladi-da. Bemalol spokойный kabel xohlagan tarafingizga tarab, to'g'rilab, joylashtirib, terib ketaverganlaringizda terganlar biladi, o'zi juda ham ajoyib va chiroyli chiqaveradi. Xo'p, hozirgi holatda biz men, ya'ni mana tekislangan kabellar bo'yicha mana gruppalarni o'zlarining metkalari bo'yicha taxlab shitlarni avtomatlarning ostiga joylashtirib chiqyapman. Bu yerda hozir hammasini gruppa qilib metkalab chiqqanman. O'shalarni hammasini hozir joylariga tarqatish ishlari bilan shug'ullanyapman. Bu biz Denreka deb ataymiz bu narsani. Avtomat ostidagi plankasi. Denrekalarni ham o'zini yo'nalishi bo'yicha mana kabellarni adashtirib olmasdan joy-joyiga qo'yib, o'tkazib, o'rnatib olishimiz shart bo'ladi. Xo'p, mana hozir avtomatlarni o'rnatish ishlarini boshladim. Bitta mana shu tarzda kabellarning soniga qarab o'rnatib ketaveraman. Mana shu joyda kadrimiz stop holatga tushib qolgan ekan va darhol birinchi ko'rganimdayoq sirazu to'g'rilashga tushdim. Afsuski kadrimiz yo'qolgan va ko'rishingiz mumkin, shitni o'zi ancha holati terib qo'yilgan. Hamma kabellarni joy-joyiga ulab, nol chinalar ulangan va faqatgina uzoqdan chiqqan peremichka va shunaqa ishlar bu yerda qolgan. Xo'p, oxirigacha kuzatib boringlar. Xudo xohlasa bu yog'i ham qiziq bo'ladi. Avtomix hit taronalar olami.